Qadrli yurtdoshlar, biz so'ragan edingiz sahifamiz bilan huquqiy mavzudagi savollarga javob bera oluvchi sahifamiz bilan davom ettiramiz. Albatta, unda uy ijara shartnomasi va realtor faoliyati haqida savolga mutaxassis javob beradilar. Tomosha qilamiz. Marhamat. Hozirgi paytda aholini o'rtasida juda ham ko'p muammolardan, ya'ni aktual bo'lgan muammolardan biri bu ijara shartnomasi va o'sha ijara topish va u yerda yashash. Ya'ni bozor masalasini olib qaraydigan bo'lsak, makler haqi bu o'sha ijaraga turadigan tan narxni 50% tashkil qilishi va ko'pchilik holatlarda buni to'lashi yoki unga masalan makler haqini topib berishi qiyinchilik tug'diryapti. Ijara shartnomasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'zi aslida Fuqarolik kodeksining 35-bobi, ya'ni 6-moddasidan 616-moddasigacha berilgan bo'lib, bu asosan o'sha ijaraga turuvchi bilan ijara beruvchi o'rtasidagi shartnoma hisoblanadi va albatta bu qonuniy tarafdan tasdiqlangan. Ya'ni bu qonuniy tomondan qanaqa? Asosan o'sha ijaraga berayotgan odam ham va uni olayotgan odam o'rtasidagi o'sha haq-huquqlari deymizmi yoki uyni masalan qandaydir jihozlariga zarar yetkazishi yoki uni to'lab berishi yoki oldindan ketayotgan paytida ogohlantirishi va to'satdan uni masalan kechasi yoki kunduzi chiqarib yubormasligini oldini olish. Lekin shunaqangi vaziyatda ham bugungi kunda makler yoki realtorlik masalan korxonalari orqali bizda bir qancha muammolar yuzaga kelyapti. O'zi aslida realtorlik faoliyati bo'yicha 2010-yil 269-sonli O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. U yerda asosan uni faoliyati yoki sertifikatlari bo'yicha aytilgan. Lekin bugungi kundagi bozor narxidan kelib chiqadigan bo'lsak, makler haqini 50% ekanligi bu ko'pchilik odamga qiyinchilik bo'lyapti. Masalan, xorijiy tajribaga olib qaraydigan bo'lsak, Angliya yoki Avstraliya yoki Yevropa davlatlarida Airbnb, Booking.com, Zillow, Rightmove platformalar orqali odamlarni kvartiralarini tanlashi va ularga o'sha makler haqi deymizmi, realtorlik kompaniyasini haqi deymizmi, 20-30% tashkil qilishi va bu ularga unaqa qiyinchilik tug'dirmaslik imkoniyatlari keng joriy qilingan. Lekin eng asosiysi ijara shartnomasi bu har bir odamga, ya'ni garantiya beradi o'sha joyda yashashi, haq-huquqlarini ta'minlanishi va qo'rg'alishi tomonidan. Shu munosabat bo'yicha ko'pchilik odamga, ya'ni o'sha ijaraga turmoqchi bo'lgan odamlarga faqatgina ijara shartnomasi orqali yashash va u yerdan o'z vaqtida ogohlantirish orqali chiqib ketishni maslahat bergan bo'lar edim. Chunki bu yerda har bir odamning haq-huquqi, yashashi bu eng asosiy mazmun hisoblanadi.